To'ydan yaxshi shunaqa yaxshi pul topganmiz o'shan. Ha, men qimmat to'ylar olganman. 1000 dollarga ham to'y olganman. Eng arzon to'yimiz 500 dollar bo'lardi bizda. Film olmoqchi bo'lgan filmingizni, olgan filmlaringizni ustozlaringiz bilan maslahatlashganmisiz? O'nda tur yo so'lda tur, bir amallab to'nda tur deydi-ku. O'shnaqa qilib olsangiz ham o'zi katta gapda. Sababi o'zi kino o'zi qiyin narsa. Nima deb o'ylaysiz, mana shu Rossiyadagi podxod bilan O'zbekistondagi podxodni solishtiradigan bo'lsak, plyus va minuslari. Mas'uliyatni sezishni olsak hammasi yaxshi bo'ladi. Puli kam ijodkor faqat pul haqida she'r yozadi, deydi-ku. Operatorlar yo'q, anaqa tushish boshlaydi, uzr so'kvarmi? Bir yilda bir marta kino olasiz. Bitta qurilish qilasiz. Kino beradiganlar kino berishini kutib charchadik. Kino olishimiz kerak ekan degan maqsad qo'ydik. Bugungi mehmonimiz Diyorbek Ismatov. Ancha tajribali filmlar olgan. Umuman olganda Diyor aka bizni siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzu xorij ta'limi va o'zimizdagi ta'limda. Imini shunaqa mavzu to'g'risida olib chiqmoqchi edik. Xorij ta'lim va O'zbekistonda ish. Shunaqa degan bo'ladi. Shunaqa bo'lgan? Da. Moskovskaya shkola kino. Endi hali ustoz bo'lishimizga bizga ancha bor. Yo'q, to'g'ri, ustoz emas. Endi masalan, menda ham заграничное anaqa образование desa, mana shuni agar men o'yladim, что mana shunaqa holda sizning fikringiz menga juda qiziq. Chunki qanaqadir ma'noda og'riq tomonlarimiz o'xshash bo'lishi mumkinmikan deb o'ylab qoldim. O'xshash bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Lekin har doimgidek boshlashimiz kerak ekan. Shu yoshligingiz to'g'risida ikki og'iz bo'lsa. Tak. Xohlasangiz. O'zim Parkentda tug'ilganman. Toshkent viloyati Parkent tumani. Shu yozgi oddiy oila. Sredniy oiladan chiqqanmiz, oddiy maktabda o'qiganmiz. O'zi vashi bu sohaga kirib kelishimga asosiy sabab otam bo'lgan. Endi o'sha men bilmaganman, o'zim qiziqishim nimaligini, yoshligimda o'sha kichkinagina pul yig'ib 11 ming so'mga fotoapparat sotib olganman, kodik, plyonkali. Rasmga olardim. 3-4-sinf Parkent qaytdi, Gorki, mana Toshkent qaytdi. Ancha yo'lda avtobusda kelish kerak. O'zim avtobusda kelib 3-4-sinfda proyavka qildirib, raspechatga qildirib, olib borib sotardim maktabda. O'zingiz rasmlarni sotardim. Rasmga olardim, qizlarni, endi bolalarni, sinfdoshlarni, katta klass, past klasslarni rasmga olib sotardim. Bir 3-4 oy mana shunaqa biznes bo'ldi, keyin oxiri bankrot bo'ldim. Rasm ichki muomala qo'ydida bankrot bo'ldim. Keyin fotoapparat bir chekka qo'yib qo'ydik. Endi uyda bir narsalar bo'lsa rasmga olib turardim. Boshqa payt turardi. Keyin shu 8-9-sinfda o'sha paytda как раз endi svetno printerlar chiqdi. Svetno printer, fleshkali fotoapparatlar chiqishni boshladi. Keyin срочный fotoda ishlaganman to'yxonada. O'z bitta to'yxona bo'lardi, Parkentda birinchi ochilgan, o'shanda ishlaganmiz. Yaxshi pul qilardik, yomon bo'lmasa. 8-7-sinf bolaga normal edi. O'sha paytda kuniga 20-30 ming olib kelsangiz ham normal. Bir kun ishlasangiz ham o'sha pul olardingiz u paytda. O'sha orqali men o'zim his qilmaganman, adam keyin Bektemirda ochilganda televideniye kollej. Radio televideniye kollej ochilganda o'sha yerga o'qishga olib borganlar, kirganman. O'sha yerda 5 ta svetda, hozir institutga borsangiz ham birinchi yetadigan 5 ta svetda o'sha yerda o'rgangan. Sulton aka degan operator bo'lardi. Televideniyada ishlagan. O'sha odamdan o'rganganmiz. Atak televideniyada 5 ta svet degan narsani o'zi yo'q. O'sha odam o'rgatgan 5 ta svetda portret qanaqa qo'yishni, sal yo'nalish berib yuborgan odam o'sha odam bo'lgan. Mana shu tarbiyaga to'xtalib ketaylik-da. Вообще podkastda o'tirishimizga endi avvalo sizga rahmat kelganingizga, Bahodir akani siz sababli olib keldingiz-da, Bahodir aka. O'shanda sizda qattan munchalik demay, bu noto'g'ri so'z. Tarbiya. Masalan, ustozdan oldin podkastga chiqmaslik, ustozlik qilmaslik. Qattan bunaqa. Endi u odam beradigan narsasi ko'proq menga qaraganda. Yo'q, bu aniq. U aniq. Ikkinchidan keyin bizga u odamdan oldin chiqib bir narsa gapirish ham o'zi uyat. Yonga chiqib olib aqllilik qilish o'zi uyat. Sababi u ko'proq narsani ko'rgan, mirozreni boshqa, opit boshqa. Aslida tarbiya aslida uydan-da. Boshqa hech qayerdan olmaysiz. Maktab deydi, bog'cha deydi, uzr, maktab ham bog'cha ham tarbiyalanmaydi. Uy. O'sha ota-onangizdan yegan xipchiningiz tarbiyalaydi. O'g'lim ma'mil qilma noto'g'ri, ma'mil qil to'g'ri degan gap tarbiyalaydi.
olsangiz tarbiyalaydi. Ha, Olmasangiz tarbiyalamaydi. super. Shunaqa. Kollejga kirdingiz. Ana undan keyin 3 yil men ham o'qiganman, faqat madaniyatda o'qiganman. Mayli, kollej образованиясiga to'xtalmasangiz zo'r bo'lardi, chunki meni bu og'riqli nuqtamda. Tim bo'l agar siz ham Parkentda yashagan bo'lsangiz, Men juda ham og'riqli demayman. Sababi o'sha yerda 3 yil o'qigan bo'lsam, oxirgi yarim yilim foydaga ishlaganda. O'sha yarim yil o'sha Sulton aka kelib dars bergan, o'sha yarim yil ham foydaga ishlagan menga. O'sha yarim yil bo'lmaganda balkim o'sha kelib portret svet qo'yishini ham bilmasdim-da. O'rganmay chiqib ketishim mumkin edi o'shani ham. O'shani ham o'rganmay chiqib ketishim. Hatto o'shani olganman 3 yilda. U ham yomonlikka bo'lmagan. Undan keyin praktikaga borganman, MTV bo'lardi o'sha paytda. MTVga как раз o'shani katta masshtab televideniya syomkalari, u yerda ham o'rganish bo'lgancha, Zarf aka degan yaxshi ustozimiz bor, o'sha odam olgan praktikaga u yerda ham yurganman. Yarim yilcha, 1 yilcha yurganman. К сожалению, oilayomni bo'shab ketganman. MTV yopilib ketgan. Endi ishga kirganimda. armon qolib ketgan ekan. Yo'q. Yaxshilikka bo'lgan. Yaxshilikka. Balkim kinoga kira olmasdim, yopilmaganda. Aytasiz, to'yda yurganman, televideniya hayoti bo'lgan, qanaqadir ma'noda bo'lgan. Sizga именно kinoga kirib kelishingiz keldimi? Turkiya bo'lgan. Kino vashib bo'lgan. Bilmayman, mana shu xarakter bor-da. Maksimum 5 yil. Bu ish qilaman-ku. 5 yil jonimga tegadi. 5 yil jonimga tegadi. To'y jonimga teganda. To'y jonimga tegan. Hasan bilan ko'rishib qolganmiz, Alif. O'sha to'yga chiqib yurganimizda Hasan ham o'sha chiqib yurardi oldin. Dron uchirardi, boshqa uchirardi. O'sha Hasan bilan azgan suhbat, u ham To'rskiy bo'ladi. Mana shunaqa kino haqida gapirardi. Ulug'bek Hamrayev operatorlar borligi haqida gapirardi. O'shalarni sekin kuzatish boshlaganman. Portretlar olib jo'natish boshlaganman. Rustam akamga jo'natganman, Murodovga. Ulug'bek akamga jo'natganman Facebookda. Hatto lichni tanishmasman. Facebookda mana shunaqa rasmlar jo'natardim. Ular keyin tagiga odzivlar yozib berishardi. O'shanaqa qilib ketganman topshirishga. O'zimcha rasm yig'ib, perel dokumentlarni yig'ib, period qildirib 2017-yil. To'y ham yomonlik ishlamagan. To'ydan o'sha pul yig'ib olganman. Qanchadir vaqt ketadigan, o'zimga kontrakt ketadigan pul yig'ib olganman. Подушка безопасности. Подушка безопасности qilib olganman. Значит, уже vaqti keldi, o'sish kerak. Shu orqali ketganman Vigikka. Vigikka kira olmaganman. Keyin o'sha yerda yana Ulug'bek akamga yozganman. Okay, o'qishga kira olmadim. Oldingizga bormoqchiman. Men Peterdaman, 1 yildan keyin boraman. Keldi. Peterga boraman aka. Peterga boraman. Aka sen kelaver dedi. Bordim, o'zim o'sha yerdan hostel topib joylashdim. Endi u hostel ham dahshat, misol uchun bitta xona bo'lsa, bitta xona 4 ta, 6 ta, 8 ta odam har yotadi. Endi Moskovskiy жизнь o'tda yashaganlar zo'r bo'ladi. O'shanaqa praktikaga kirganman, 7 oy praktikada yurganman. Peterda. Keyin qanaqa Moskovskiy shkola kino? Ulug'bek akam taklif qildi, Moskovskiy shkola kinoga kirgan deb. Keyingi yili keyin Moskovskiy shkola kino topshirib kirganman o'qishga. 2,5 yil o'qish. Tushunishim bo'yicha yo'da частный shkola. Частный shkolada. Oplatalar arzon emasida. Men Vigikka topshirayotganimizda ham arzon. 6 minutda. O'sha yil 6 minut. Men o'qigan yilim 6 minut. 1 yil. To'ydan yaxshi, shunaqa yaxshi pul topganmisiz? Men qimmat to'y olganman. $1000 ga to'y olganman. Eng arzon to'yimiz $500 bo'lardi bizda. U qancha edi summasi подушка безопасности'da? 1 yil edi. 1 yillik siz hisob bilan. Lekin men ketganim bilan sudya ishlagan. Sudya biznes мышление, endi yo'g'iga. Biznes Страховка yaxshi olmasangiz bo'lmaydi unaqasi. Sudya sizniki bo'lgan, shunaqami? Men misol uchun 7 oy ishlamasdan, bir so'm pul topmasdan yashashim ham bor u yerda. Keyin o'qish kirgandan keyin u yerda yana yashashim bor, pul topmasdan. Shunaqa. Подушка безопасности qilib, хотя бы oyda $300-400 kelib tursa ham yashashingizga yetib turadi. Конечно. Да. Misol uchun Moskvada menga $200 yetadi bir oyga. $100 kvartira to'lasam, $100 yashashimga yetardi. Тем более agar съемочный площадкаga borsangiz, Да. Обед завтрак ham shu qilsangiz bo'ladi. Обед завтрак. Faqat shu yo'l kiraga pul ketadi. Mana qanaqa o'tgan sizda Ulug'bek aka oldida praktika? Zo'r o'tgan. Borganda yor beraman, hamma narsani bilaman, borganman. Pasu tech bolam bilmasligimni bilganman. Men o'zimda nima bo'lgan?
Endi men u yoqqa qanaqa borganman? O'zim fotokameram bo'lardi, akam olib bergan. Sony 2600 yo 6300. 6300 sotganman. 45,000 rublygami institut bitirib bordim. Menda где-то 20-40 rubli yonimda bor. Siz aytganingizdek o'sha 4 kishilik bilan 16 kishilik xonada yashaganman mana Moskvada. Ko'p voqealar bo'lgan, to'g'risi yo'q. Вообще. Keyin Ulug'bek aka oldida o'zimga olgan narsalarimdan bittasi bu juda zo'r tushuntirganlar kompozitsiyani menga. Nima qiziq bo'lsa, o'shani ko'rsatgan ekanlar. To есть qog'ozni shunday yopardilar yoki qo'llari bilan bekitib, men buni qilmoqchi bo'lsam, buni o'shanda kompozitsiyada nima qiziqligini ko'rsatish uchun men o'zimda va ijodkor atmosfera deydi-yu. Mana o'sha juda ham bir katta turtki bo'lgan. Qilish kerak, ko'rish kerak, yashash kerak. Mana shunaqa. Sizda-chi qanaqa o'tgan bu narsa? Menda ham yaxshi o'tgan. Eslar. Menda qiyinroq bo'lgan. Birinchi kunda aniq rentalga borganmiz, kameralarni izmereniyasi. Endi men hayotimda birinchi marta ko'raman uni optikani izmereniya qilish. Har metrga fokusni rastaniyasini izmereniya qilib, optikani proverka qilishda. Cho'tkisini, reskisini o'shalarni ko'rganman. O'sha yerda Jukov degan familiyasi Jukovda. Texnik, doim texnik bo'lardi o'sha yetgan. Va Tiberab pust работать degan. O'sha keyin 6 oy rabli qilganman. Keyin oxirgi 3 hafta kamermenlik qilganman. Super. 6 oy lekin har kuni borganman. Bir kun, 2 kun qoldirmagan bo'lsam, lekin har kuni borganman syomkaga. Ko'p narsa o'rganganman, juda ko'p, juda. O'zing tutish, komandani qanaqa boshqarish, xatdan qanaqa svet qo'yish, qaysi payt kamerani burish, qaysi payt burmaslik, qaysi payt fokus tashlash, qaysi payt fokus tashlamaslik. Kamera personaj bilan yashashi degan narsani o'sha yerda ko'rganman. Kamera просто biz mana просто panorama. Просто panorama. Tursa turmasa, yursa yurmasa просто panorama bor. O'tda yo'q unaqa narsa. O'tda personaj yuradi, kamera yuradi. Personaj yurmasa, kamera ham yurmaydi. O'sha narsani o'sha yerda aslida o'rgangan. Ko'p narsa o'rgangan. Ko'p narsa. Keyin Moskovskaya shkola kino. Ha, Moskovskaya shkola kino bu вообще. Mana shunda hozir ozgina to'xtalib ketamiz. Chunki men bu yilgi endi menda ham yana bir ikkita tanishlarim bor, o'sha yerda o'qib bitirgan. Sizdan keyin bitirishgan ular. Список вопросов kirish uchun список вопросов bor ekanda, savol kirish uchun mana shu savollarga javob bilishingiz kerak degan jadval bor ekan. O'shanga ko'zim tushib qoldi. U yoqda endi shu master hamma biladigan narsa bor-da. To есть panorama nima uchun kerak? Qanaqa panoramalar bor? To есть maktabda o'tiladigan hamma narsani savolda bor edi. Siz qanaqa поступление kechgan va o'qish jarayonlari qanaqa kechgan sizda? Ularni asosiy maqsadi ham shu-da. Sizga o'tga 0 kerak emas. 0 odam kerak emas. O'tga asosiy o'sha kompozitsiyani biladigan, mana hamma biladigan 5 ta svetni biladigan. Shu panoramani asosiy bazaviy narsani biladigan odam kerak o'tga. O'tga 0 dan sizga hech narsa o'rgatmaydi. Keyin o'tda отчисление bor. Har kvartal bo'yicha отчисление bor. Har 6 oyda отчисление bo'ladi. Student tortolmadimi? Отчисление bo'ladi. Ayab o'tirmaydi, sen pul berib olsan demaydi. Muhit zo'r. O'tda kinoga kim kerak bo'lsa hammasi bor. O'sha bitta etajga chiqasiz, o'sha bitta etajda художник ham bor, kostyumer ham bor, grimyor ham bor. Hammasi bor. Kursdoshlaringizdan bormi qaysidir hozir sal taniqliroq? Da. Biza biladigan. Endi hali jo'naqa taniqli bo'lib ketmadi-yu, endi sekin-sekin chiqishyapti, lekin ko'p. Masalan, qaysi kinoda ishlashdi? Nomini hozir точно bilmayman. Bilmaysiz? Nomini bilmayman, lekin bor. Stas degan yigit bor, o'zi tegi Termizlik. Tegi Termizlik, ko'chib ketgan. O'sha hozir kinolar olyapti, yaxshi kinolar olyapti. Mana YouTube'da juda ko'p kuzataman. Moskovskaya shkola kinoni YouTube kanali bor-ku. O'zlariniki emas. Itlar asli ismlari esimdan chiqib qoldi. Jominmi? Da, Jominning o'zlarining kanallari bor. Yo'da juda ham ko'p полезный narsa qo'yishadi. Вообще nimasi? Klad deydimi? Shunaqa narsa yozibdi. Master class bizda ko'p bo'lardi. Da, har bitta spetsialist bilan
juda подробный разбор. Bir kun dahshat bo'ldi-da. Spiska beringlar, keyingi yilgi qaysi operatorlar bilan master klass qilmoqchisizlar dedi. Endi biz rossiyskiy dahshatlarni beryapmiz, apellyasiya yozamiz. Boshqasini yozamiz, zo'rlarni yozyapmiz. Keyin Jomi kirib keldi, masaladan xafaman dedi. Nimaga desin? Nimaga sizlar Dickens yozmasalar dedi. Nimaga Miroy yozmasalar dedi. Yozlaring dedi. Sharoit bor, olib kelishga sharoit bor dedi-da. Dahshat gapda. Biz korotkий o'ylaymiz-da, biz torta olmaydi, olib kela olmaydi deb yozlaring dedi. Olib keltirsa bo'ladi dedi-da. Nimaga Miroy? Keyin bizda svet qo'yish degan narsa yo'q. Svet qo'yishni o'rgatmasdi. Qanaqasiga? Shunaqasiga svet qo'yishni o'rgatmasdi bizga. Obraz ochish, unaqa pastdan svet, tepadan svet. Obraz ochish ham asosiy kino ko'rayotganda, boshqa bo'layotganda по пути aytib ketilardi. U sabab obraz ochish, boshqa ochish u hammani o'zini xayolidagi, o'zini miyasidagi narsa-da. Kimdir obrazni bunaqasiga ochish mumkin, kimdir boshqachasiga ochish mumkin. Uni o'rgatsa sizni shtampovka qilib qo'yadi. Tushunsiz? Misol uchun 20 ta student bo'lsa, 20 ta student obrazni bir xil ochadigan bo'lib qoladi. Obraz ochishi yoki qanaqadir personaj holatini qanaqadir ko'rsatishni o'rgatmasdi ular. Uni o'rgatsa hamma 20 ta odam bir xil qiladi. Bir xil qiladi. Biz institutda 5 ta svetni o'rgatgan, 20 ta student bitirib chiqadi, o'sha 5 ta svetni qo'yadi. Bir xil. Ha, shu yerda 4-svetim qolib ketdi deydi-da, yani qidiradida 5-svetni qo'yib keladi. O'shanaqa narsa-da. Bizga nima o'rgatadi? Xonada lampochka bor, ko'chada quyosh bor. Bo'ldi, boshqasi ish yo'q. Выкручивайтесь deydi-da keyin. Da. Endi xarakterdan kelib chiqib, o'zingiz joylashtirib chiqasiz, как будто u ham искусственный bo'lib qolish kerak emas. Endi Ilyajomi masterimiz bo'lgan, uni основной подходi ham shu более зарубежныйroq olib ketardi-da. Kerak bo'lsa bir xil payt moskovskiy, rossiyskiy deylik, rossiyskiy shkolani ham uncha kino ko'rsatmasdi. Rossiyskiy shkoladan kino ko'rsatmasdi. Ko'rsatardi, xatosini ko'rsatardi. Master klasslar bo'lardi. Zo'r master klasslar. Zo'r operatorlar olib kelardi, keyin ketidan yangi молодой o'zicha bir narsa qilgan operatorlarni olib kelardi. Sallaga shunaqa qilmalaring deb olib keldim buni deydi-da, ani kelardi, chisavat qilardi. Undoq qildik, 20 ta dezolait qo'ydik, mana payt o'shtirdik, mana payt yoqdik derdi. Keyin aytardilar, nafiga kerak bor. Если он не работает derdi-da. Qashna qilmasliklaringni ko'rsatish uchun olib keldim derdi. Zo'r shkola. Maslahat beraman. Topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa maslahat beraman. Haqiqatan zo'r shkola. O'zining pavilyoni bor, o'zining kamerasi bor. Da. O'zining rentali bor. Bir simpl bermasdan o'sha yerdan qimmat kamera emas, oddiy kamera, svet olib chiqib ketsa bo'ladi. Shunaqa svet olib chiqib, nechta tirikchilik qilib o'rganamiz biz u yerda. To'g'risi-da. Biznes mышление qali ham bor. U поддержка. Do'q qarang-da, men tirikchilik qilish kerak, bunga kamera kerak, svet kerak-a. Men bu narsa olaman deganda, olib chiqib ketaver, tirikchilikni qilib kelgan, bo'ldi. To'g'risi-da. Поддержка shkola tarafdan поддержка. To'g'ri, qimmat pribor emas, boshqa emas. Zato bor o'sha. Da. Olib chiqib keta olasiz. Ko'chada arendaga olsangiz, o'sha 1000 rubl, 2000 rubl bo'ladi. Ha, Moskovskiy shkoladan keyin по-любому qaytgansiz, to'g'rimi? Nima bu? Yana ozgina vaqt qoldingizmi Moskvada? Qaytmaganman. 20-yil kelib qolib ketganman. Karantin. Karantinda qolib ketganman. Karantin. Ish yo'q. Yo'q, shu yo'lligida emas, 20-yil как раз martda boshida qaytdim, 5-mart Adam Rahmonli tug'ilgan kuni edi. Keyin 18-mart onam tug'ilgan kuni. Keyin men har 90 kun kirib chiqardim. Обязательно. Sabotda dokument yo'q. Moskovskiy shkola studentskiy bermaydi. Unga anaqasi yo'q, vakolati yo'q, unaqa narsa berishga. 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik qoldirgan gigga o'xshagan narsasi yo'q-da uni, частный bo'lgan hisobiga. Har 90 kunda kirib chiqardim. Yo Belarusga borib kelardim, yo Qozog'istonga borib kelardim, yo O'zbekistonga kelib ketardim. Har 90 kun kelib ketardim. Как раз 90 kun o'sha kun to'g'ri kelib qoldi. Keldim, karantin boshlandi, hamma yopildi. Shuna qolib ketdim. Sizbaydi. Nima ish qilgansiz bu yerda? Qayerda? Toshkentda? Toshkentda 20-yil kim nima ish qilgan? Xuddi o'sha ish qilganman-ku. Yo'q, men o'qish, men u yerda o'qish dedim faqat. Bu yerda ish bor edi. Onlayn o'qish bo'lardi. Ha. Onlayn o'qish bo'lardi. O'sha keyin bu yerda tirikchilik. Yo'q, kelganingizdan keyin tirikchilik qilasizda.
akaga yordam berasiz, uydagilarga yordam berasiz, tirikchilik qilaverasiz. Bu unaqa yomon tarafi, yomon taraflari karantinni shu g'amgin joylarni esdan chiqarib yuboraylik-da. Dal o'tib ketaylik. Karantin tugagandan keyin bordingizmi yana qaytib yo'da qanaqa? Bormadim. O'sha bormadingiz, o'sha botda sekin qurishni boshladingiz. Va mana shu qanday kechgan sizda? Chunki menda qanaqa bo'ldi? Mana siz ayta qoling birinchi. O'zi kinoda vgik deydi. Vgik o'zi nimaga kerak? Vgik bu kontaktda. Rejissyor, operator, художник, ssenarist kontakt. Tanish bilish orttirish, o'sha tanish bilishlar orqali korotkmetraj, balobatlar olish, o'shalar orqali kino olish. Toshkentda ham xuddi shunaqa. Toshkentda ham xuddi shunaqa. Bu bilan salom alaykum qilasiz, bu bilan salom alaykum qilasiz, choy ichishga borasiz, gaplashishga borasiz, karotkasi yordamiga borasiz. Mana shunaqa, o'sha orqali. Shunaqa juda sekin tanishib. Da. Men bu yerda yurganman o'zim, mana shunaqa kontakt yurardim o'z kinochilar bilan. Akmal degan og'aynim bor, kursdoshim. Kollejda kursdosh bo'lganmiz, keyin u madaniyatga kirgan. Shokir Xoliqov bilan karotka olishgan. Men o'sha paytda как раз Ulug'bek ham qo'lda ishlab, qaytib kelib, bu yerda men осветитель bo'lib berganman. Svet qo'yib berganman. O'sha Shokir bilan tanishganmiz. Shokir orqali keyin Bobur Shero'g'li bilan tanishganmiz, Botir bilan tanishganmiz. Shu orqali bo'lib ketgan. Keyin birinchi butga kelib olgan narsam Yo'lbars izidan dokumental film bo'lgan. 20-yil как раз fevral. Qishda olganmiz Xorazmda. Bu ham dahshat o'sh. O'zbek filmi o'zi qo'ygan ishi dahshat. Bobur tug'ilgan kuni nechinchi? 14-fevral. Yanvarda yengil o'tdi, yanvarda telefon bo'ldi, korоче olib kelish kerak. Bo'pti, ketdik boramiz. Ish bola yo'q, budjet yo'q. Ssenariy bor, u ham chalab-chulpa. Ketdik, bir hafta borib obyektlarni ko'rdik. Bir haftadan keyin syomka boshlandi. Kelib 14-fevralgacha tugatdik-da. Olib berdik. Даже yanvar oxirigacha olib berdik, 14-fevralga keyin topshirdi. Rezultat yomon emas. YouTube'da bor. Kesib qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Juda bir tanish eshitildi. YouTube'da bor. Nomini Yo'lbars izidan. Menda ham xuddi shunaqa, faqat menda sal kechroq yetib keldi bu narsa. Juda ham asta-sekinlik bilan qurilish boshladi. Menda yana yomon nima bo'ldi? Men o'zim sekin Instagramda yozishni boshladim. Tanishib bo'ladim o'sha. Masalan, Rossiyaga xos narsa bu kofe borib ichib tanishib bo'ladi degan narsa bor. Bizga kelganda 2-3 tasiga yozdim. Xo'p dedi, yo'q deyordi, короче. Qanaqadir dedim. Siz endi balkim Uruyindagi odamlarga yozgandirsiz-da. Yo'q, specialistlarga yozdim. Hali hech narsa olmagan. Nimadir olgan. Lekin men student o'zim Uruyinga yaqin insonlarga. Endi uni ham hech narsa oladigan narsasi yo'q bo'lsa yozib yuboradi, nimadir. Nasib bo'lgan o'ziga shunaqa. Okey, ssenariyim bor. Kelin deydi-ku, qo'lida narsa bo'lsa. Qo'lida hech narsa yo'q bo'lgandan keyin yozib yuboradi-da. Xuddi shunaqa. Ikkinchi muammo menda nima bo'lgan? Men o'sha ishga tushayotganda texnika tanqisligi qanaqa ma'noda? Texnika xilma-xilligi tanqisligi. Chunki Rossiyada bitta komplektatsiya yo'qligi bo'lsa. Da, plus masalan optikani har xili bor edi. Masalan, old school, to есть lens baby tez ular ham bor edi, to есть qanaqadir effektli narsalar bor edi. Bu yoqqa kelganda bizda Samyang Ultra Prime yo'q, unaqa u tepada u premium. U premium. Biz ham sredniy klass va nishchiy klassga Samyangdan tashqari obyektiv yo'q. G-Master bor so'naydik. G-Master endi boshqa narsa. В принципе, yaxshi ssenariy bo'lsa, yaxshi zadumka bo'lsa, начальный уровень Samyang ham yetadi. Начальный уровень Samyang ham yetadi. Misol uchun Shokir kinosi choy Samyangga olingan. Kamera red bo'lgan kamera. Optika Samyang. Po сути, o'sha yerda Black Magic bo'lsa ham hech narsa o'zgarmasdi. Ideya o'sha. Maqsad o'sha, kino bormi? Bor. Festivalga bordim, bordi. Yutdimi? Yutdi. Asosiy задача shu. Bahodir ham aytgandek, o'ylagan narsangizni bera olsangiz, optika sizga xalaqit qilmaydi. Shunaqa.
siz qanaqadir fantasy o'yotganingiz yo'q, qanaqadir gulitsinatsiya bo'ladigan joyini o'yotganingiz yo'q, sizga effektni optika kerak bo'lsa. Prosta обычный odamni hayotini ko'rsatish uchun sangragan yetadi boshlanish o'rinda. Keyin sekin-sekin fakturani tushunish boshlaganingizdan keyin, svetni tushunish boshlaganingizdan keyin, yetarlicha pul bo'lgandan keyin sekin olaverasan. Master Prime, Ultra Prime, Cook xohlagansiz. Men ham xos qo'shilaman, chunki o'sha paytda juda bir jahlim chiqardi. Nimaga bizda yosh ijodkorlar qanaqadir ma'noda ограничив chiqib qo'yishyapti deb o'ylardim-da o'shanda men. Yo'q. Biz o'zimizni ограничив qilamiz. O'zimizni ограничив qilamiz. Menga zo'r motivatsiya nima bo'lgan? MSHKda Durak degan film bor. 2007 Balabanovki. O'shani operator keldi. Ular nimaga olishgan o'sha kino? Mark 4, Mark 3 ga olishgan. Canon optikaga olishgan. Canon optikaga syomka qilishgan. Ular misol uchun puli bo'lgan o'shalarning bo'lsa, Balabanov puli ko'p, boshqasi ko'p. Lekin o'sha определенный summa bor, o'shanga pul qilish kerak. Ular отказ qilmoqda deb mana shu narsada olyapti-da, biz hali ish bola olmaganmiz, to'g'risi deb hali chupa-chups haqida reklamamiz yo'qda, lekin premium optika xohlaymiz. To'g'risi-da, cho'pchagiga qarab ish qilish kerak. Prinsip optika hech narsani hal qilmaydi. Kerak, bir payt hal qilmaydi. U sekin-sekin masтерство ochganingizdan keyin normalniy kinolar, normalniy summali narsa olish boshlaganingizdan keyin sekin-sekin qo'shilaveradigan narsalar. O'sha orqali sekin o'zingiz ham o'saverasiz. Hozirgi sharoitda noldan chiqish uchun любой optika ketaveradi. Xuddi iPhone olasizmi? To'g'risida. Kitayslarning minutni shotlari bor iPhone ga olingan, dahshat. Конечно. Да. Такой fantasy qo'rgan iPhone ga olib. iPhone ni reklamasi iPhone ga olingan. Dahshat. Da. Shunaqa. Sizda yana o'zingizda qanaqa вообще nimadir bilan ограничивать qilganmisiz o'zingizni? Qaysi bir proyektga tushishdan oldin nimani ko'proq hisoblaysiz, demoqchiman? Yo'q, biz o'zimiz ограничивать qilmaymiz. Bizni ограничивать qilishadi. Bizni ограничивать qilishadi. Допустим, yakshanbada butun filmga 100 texnikasiga 160 million pul bor. Undan minus 12% NDS. 5% yana 10% studiyni. O'sha qancha 120 million qo'ydim. O'shanga 20 kunga texnika olish kerak. Bu nerealniy-da. O'sha yerda yechim qilganmiz biz. Yo, red olishim kerak edi, полный komplekt Ultra Prime. Yo, Ari olishim mumkin edi, bitta optika olishim mumkin edi. Menga o'sha kinoni rangini, kачествоsi muhimroq, chim optikadan ko'ra. Bitta optika ham yetadi. Prinsip sal yaqinroq bo'ladi, sal uzoqroq bo'ladi. Shu farqi shu. Tunishim bo'yicha yakshanba Ari bilan bitta 32 optika. Bitta kadr bor 14 dolarga. Bir dona kadr bor 14 dolarga. Uni ham iltimos qilib Gold Vision'ga rahmat berishga. Ikkita smenaga 14 berishga olganmiz. Gold Vision rostdan поддержка qilgan. Prinsip начальный etapda любой rentalga borib iltimos qilsanglar, mana shunaqa pulimiz bor. Endi sizlar ham uni og'zi katta ochib olish kerak emas. Kerakli narsani so'rasa, yo'q demaydi rental. Qachon ko'ramiz yakshanbani? Yakshanba festivalda yuribdi-ku, o'zimiz ham ko'ra olmadik. Rostdan, umri yaxshi bo'ldi. Festivalda umri yaxshi bo'ldi. Yaxshi yuribdi. Hali ham so'rayotgan festivallar bor, shuning uchun festivalga jo'natyapti aka. Shokir aka bilan ishlaganda qanaqa etaplardan o'tdinglar? Yakshanba filmida. Yakshanbani o'zi 1 yilmi, 2 yil pashti plan qilganmiz syomka qilish. Pul berilmagan, bu narsa bo'lgan, cho'zilgan, mana shunaqa qilib oxiri 1 milliardmi berishgan. O'zbek film tomonidan. Ha. 1 milliard pul berishgan. Ungacha полный подготовка qilgandik, orada yana ssenariy o'zgargan. Raskadrov chizmaganmiz, faqat mizantsiyani chizganmiz. Bizda ham bitta hovli-yu. Bitta hovlining ichida hamma narsa, faqat mizantsiyani chizganmiz. O'sha mizantsiyani bo'yicha kameraning движенияsi, tochkasi bo'ldi. O'shandan почти o'zgartirish bo'lmagan ham. Ozgina o'zgartirganmiz. Lekin ungacha полный подготовка qilganmiz hammasi. Shunaqa ko'p festivalli hayot kechirishning sababi ssenariy yaxshiligimi yoki albatta.
qisqa. Точно operatorskiy ish emas. Yo'q, Babirga chiqishgan u bir-biri bilan. Yo'q, конечно. Bir-birini дополнять qilganki, yaxshi, hozir hammasi yaxshi. Qisqa aytib bering bizga, men chunki teaserdan tashqari ko'p narsa xabarim yo'q lekin yakshanba to'g'risida. Oddiy chol kampir hayoti bolalari o'sha eski texnikalarni yangisiga almashtiradi shu. Shuni ko'rsatib berilgan. Da. Shuni ko'rsatilgan. Endi uni tashqaridan qarasangiz, o'g'illar juda ham yaxshi, bitta eshik ochiq, xolodilnik olib kelyapti, televizor olib kelyapti, balobatlar olib kelyapti, juda zo'r. Ichkaridan qarasangiz, u cholga diskomfort, kampirga diskomfort, mana shunaqa joyda. Ya'ni zamon almashish, pokoleniya o'zgarish haqida aslida. Misol uchun sizga bugun udobno bo'lgan Instagram ertaga o'g'lingizga neudobno bo'lishi mumkin. Yoki вообще kerak emas bo'lishi mumkin. Qanaqa решение siz qildingiz? Mana shu g'oyani ochish uchun. G'oyani ochish uchunmi? Ha. Endi o'zingiz o'ylang, sizga hozir televizor qo'yib qo'yadi eskida, sizga komfortni. Yangi televizor qo'yib qo'yadi, diskomfort. Qanaqa решение qilishingiz mumkin operatorskiy? Men topolmadim o'zimga. Shuning uchun sizdan so'rab qanaqa решение qila olmaysiz? O'ta основное решение, общее решение ketadi, звук bilan, aktyorskiy igra bilan diskomfort ko'rsatasiz. 32-simvoli. Ha. O'tda endi bitta-ikkita решениyalar bor. O'qiladigani ham bor, sal o'qilmaydigani ham bor. O'shandan bittasini aytib keting, hech bo'lmasa bizga. Endi o'tda основной gap uy haqida ketadi, oxirida uy buzilishi kerak. Uy buzilishi kerak. Qaysidir momentlarda основной kadrlarni uy ichidan qo'yganmiz. Uy ichidan qo'yganmiz, uyga qaratib qo'yganmiz. Holatni berish uchun deydi. Ha. Pasil tashlash uchun. Pasil tashlash uchun. Endi birinchi kino bo'lgani uchun juda ham решениyalarni yorib o'rgan joyim yo'q edi, to'g'risida. Birinchi kinoyingiz amallab mana o'nda tur yo so'lda tur, bir amallab to'nda tur deydi-ku. O'shnaqa qilib olsangiz ham o'zi katta gap-da. Sababi o'zi kino o'zi qiyin narsa. Kino o'zi qiyin narsa. U klip, reklama ancha qulayroqda, sababi o'ta shot sanaysiz. Misol uchun 10 ta shot, 20 ta shot maksimum. Kino 1,5 soat. Nechta shot bo'lishi mumkin? 100 ta shot bo'lishi mumkin. 200 ta shot bo'lishi mumkin. Endi 200 ta shot bir xil rang, bir xil svet, bir xil ritm, bir xil ritm, tushishi bor. Kompozitsionni to'g'ri kelishi bor. Da. Stilistikani ushlab yurish bor. Eng qiyin narsa o'sha. Stilistikani ushlab yurish bor. Qarang, yakshanbadan keyin sizda karyerangiz qurish menimcha boshlangan yoki yakshanbadan keyin boshlandi, asosiy. Bundan oldin ham sal boshlandi. Lekin yakshanbadan keyin o'sha masalan Ayb aka bilan kino oldinglar yaqinda. Bahorni quvib. Bu ham Surxondaryoda, Boysunda, juda bir chiroyli joylarda. Mana shu kinoga sizga tushgan taklif qanaqa bo'lgan va o'zingizdan shuni telefon bo'lgan? Ayting. Ya yakshanba zakrytiy premyerasidan keyin Ayb akam telefon qilamidi? Hozir точно esimda yo'q, kim telefon qilib chaqirishgandi. Kinoga chaqirishgandi. Keling, ssenariy bor, o'qib ko'rasiz. Ha. Yo'qsa tushasiz, kimniki? Ayb akaniki. Bo'ldi. Yo'qsa yoqmasa olamiz. Men tushunishim bo'yicha bu Ayb akaning kinosi qancha pauzadan keyingi kinolari yoki bundan oldin oluvmadilar yana? Rang tushlarida oxiri. Ha, nechinchi yil edi u? Men точно bilmayman. Azzaka bilan olingan rang 2 yil 3 yilda, nima katta emas. 2 yil 3 yil. Uzr bo'lmasa. Menimcha sal ko'proq, 4 yilcha bo'lsa kerak balki. Ha, chunki 21da olingan adashmasam. Ancha ko'rinmay qolib, keyin bir ko'rindilar-da, o'shanda menga juda bir qanaqa bo'lib tuyuldi. Film olmoqchi bo'lgan filmingizda, ili olgan filmlaringiz ustozlaringiz bilan maslahatlashganmisiz? Da, обязательно. U o'sha qaysidir resheniyani ustozlaringiz bergan bo'lsa, bittasini ayta olasizmi? Yo'q, juda решение bo'yicha ham maslahatlashmaymiz. Aynan nima to'g'risida ko'proq gaplashib? Aslida o'zim qiynagan narsani so'rab ko'raman, qanaqa qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi. No, решение o'zi berish o'zi juda ham yaxshi narsa deb o'ylamayman. O'rgatish o'zi. Shu boya aytganimdek, izlanishdan to'xtaysiz-da.
Решение Boq aka bilan maslahat qilganmiz, Boq aka maslahatlar bergan. Endi aslida ko'proq Boq aka bilan gaplashaman. Ulug'bek aka bilan aloqada bo'lib turamiz, lekin bunaqa narsalarga bezovta qilmayman-da. O'zining hayoti, o'zining tirikchiligi bor. O'zining kinosi bor. Тем более Ulug'bek aka o'zbek ssenariy yorsiz nima bor deydi. Nima bor deydi. Решение bo'yicha endi qila olmaganim, topa olmaganim so'rayman. Maslahat so'rayman. Qanday qilib ko'rsatsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi. Keyin основное решение o'zi rejissyor, operator, художник o'tirganda hal bo'ladi. Основной narsa o'sha o'tirib pitch qilganda, gaplashilganda решениесі kelib chiqiladi-da. Художественный решениесі kelib chiqiladi. Operatorskiy решениесі, stilistikasi kelib chiqiladi основной. Ko'p narsa o'tirib gaplashilganda kelib chiqadi. O'zi решение qilish qiyin emas, o'ylab qaraysiz. Решение qilish qiyin emas. Yo'q, nega emas? Hozir to'g'ri zo'r aytdingiz, o'tirib gaplashilganda chiqadi deb. Bu ham boyagi yondashuv podxodga kelib chiqadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu Rossiyadagi podxod bilan O'zbekistondagi podxodni solishtiradigan bo'lsak, plus va minuslari. Biz Rossiyadagi podxoddan nimalarni olsak o'zimizga yaxshiroq bo'lardi degan fikringiz bor. O'zi, misol Rossiyada podxod qanaqa, O'zbekistonda podxod qanaqa? Shuni ayting birinchi. Mas'uliyat sezishni olsak hammasi yaxshi bo'ladi. Mas'uliyat sezishni olsak, hamma mas'uliyat sezib ishini qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Gaplashib. Jasur akam Shamezov rahmat, zo'r gap bor. Gaplashishlaylik dedilar. Shunga gaplashib ishlash kerak. O'zi gaplashib ishlansa, misol uchun kino mana shunaqada, o'zi kino tugaguncha hamma o'zi bir-birini yomon ko'rib qoladi. Bir-birini yoqtirmay qoladi, joniga tegib ketadi. O'sha mashinada bo'lib ketadi bir-biridan-da. Kino tugagandan keyin shukur deydi-da. Bir haftadan keyin yana sog'inib qoladi o'sha gaplarni. Shunaqa narsada. Gaplashib ishlanganda o'zi ko'p narsa hal bo'ladi. Maslahat qilish kerak. O'zim bilaman, o'zim xotiraman bilan ish bo'lmaydi. Bizning shkolaning eng katta xatosi nima? Hozir operatorskiy topshirasiz, sen zo'rsan deydi, sendan zo'ri yo'q deydi. Shunaqa o'rgatiladi, yolg'onmi? Bilmayman. Operator zo'r deydi, operator plashatkada eng zo'ri, nomer 1 deydi. Undan zo'ri yo'q deyiladi. Radiolarni tortasiz. Bo'lgan gaplarda, men o'zim og'aynilarim ko'pchilik o'qigan. Shunaqa gap bo'lgan. Unaqa emas. Unaqa emas. Kerak bo'lsa rejissyor ham zo'r bo'lamaydi. Rejissyor ham manzur zo'r yo'q desa, bo'ldi. Художник parod qilishni boshlaydi. Operator parod qilishni boshlaydi. Kostyumer parod qilishni boshlaydi. Kollektivniy ish bir hamma bir bo'lsa ish chiqadi. Hamma bir bo'lmasa ish chiqmaydi kinoda. Masalan, Bahodir akaning yondashuvlarida hamma bir bo'lishi oson, chunki plashatka juda pozitivniy bo'ladi-yu. Bu ham Rossiyada birinchi ko'rganman. Plashatkaga juda e'tibor berishadi. Masalan, to'g'ri ovqat berish, vaqtida dam berish, kechki smenadan keyin bir kun dam berish. Устроено-da. Bizda esa Bizda hali ham kerak bo'lsa переработкаga janjal bo'ladi-da. To'g'risi, plashatkada переработка o'tib ketib qolsa janjal bo'ladi, prodyuser men to'lamayman deydi, sanlarga buncha pul. Ammo naborot o'sha paytda texniklarning yoniga tushaman. To'g'ri, to'lanish kerak. Переработка to'lanish kerak. Sababi o'sha odam 12 soatgami pul olyaptimi? Bo'ldi, 12 soatdan yarim soat o'tkazdingmi, 1 soat o'tkazdingmi? To'la. U keragidan ortiq xizmat qildi o'sha olayotgan pulidan. Unga pul to'lanish kerak. Bir xil operatorlar anaqa tushishni boshlaydi, uzr so'kvarmi? Tik qo'yib Yo, to'lanish kerak, haqqi to'lanish kerak hamma. Kim ortiqcha to'lansa haqqi to'lanish kerak bo'lsa, rejissyor ham haqqi to'lanish kerak. 12 soatdan oshiq ishladimi, haqqi to'lanish kerak. Переработкasiga. Художникка ham, kerak bo'lsa oddiy assistentga ham переработкasiga to'lanish kerak. Nega operatorlarga Operatorga по сути tak to'lanish kerak. Переработкasi nega to'lanmaydi? Переработка qarshimanmi? Переработкаga olib bormaslikka harakat qilaman. Kerak bo'lsa yarim soat, 1 soat oldin spet qilmaymanmi, уже svet qo'yishni to'xtataman. Bugun spet qilmang, keldi ertaga oling deymiz. O'sha yaxshi. Nima kerak bor? Hammani qiynab bitta epizod oladi. O'sha epizoddan ham bir kun qo'shilsa.
zato spokойно ishlab, xohlagan narsa chiqadi. Yana menimcha Diyor aka sizda juda bir zo'r talant bor, ijodkor insonga xos narsa emas deydi-yu. Bu moliyaviy savodxonlik deydimi, nima deydi? Mana o'sha narsa to'g'risida to'xtalib ketsangiz, chunki biz bilamiz, ijodkor insonda pul tanqisligi bo'lsa, mana akam ko'p gapiradilar. Puli kam ijodkor faqat pul haqida she'r yozadi, deydi-ku. To'g'ri. Shu narsaga siz atnashingiz, men bilaman siz asosiy doxod bu kinooperatorlik emas. O'shanda siz qanaqa samimiyat qilasiz va siz aytdingiz, men ko'p ishlamayman o'zi dedingiz. Mana shu narsa to'g'risida ozgina aytib bersangiz. Ulug'bek akam zo'r gap bor-da. Puling bo'lmasa ijod bo'lmaydi deydi. Qachon puling bo'lsa, bola chaqang to'q bo'lsa, hamma narsani o'zing pozolat qila olsang, ijod qila olasan. Bo'lmasa qila olmaysan deydi. Buni O'zbekistonda ancha payt yurib, u bilan gaplashasiz, bu bilan gaplashasiz. Hamma problemasini eshitasiz, keyin vivod qilasiz-da. Yo, hamma problemasini eshitib turib, yana o'sha problema orqasidan yurmaysiz, u xato bo'ladi-da. Konkret xato bo'ladi. Shu 20-yil kelgandan keyin bo'ldi, значит, bu yoqda bazan qilish kerak. Pul kerakgan joy qilish kerak. Pul kerakgan joy bo'lgandan keyin sekin ijodga kiraverasiz, kerak kino tanlab olasiz. Kerak kino tanlab olasiz. Menga 1 yilda bitta kino yetadi. 1 yilda bitta kino yetadi. Mana ijodkor jajrasini deydimi? O'shani qondirish uchun yetadi. 1 yilda bitta. 1 yilda bitta kino yetadi. O'z boshlab olgunizcha 1 yildan oshiq ham o'tib ketadi. Qayerdan asosiy moliyangizni topasiz? Qurilish и keyin недвижимость arendaga. Недвижимость qilib tashlaganman, o'shalarni arendaga beraman, arenda puli keladi. Qurilishga boraman, prorablik qilaman. Inakda arxitektorlik ham qo'raman. Серьезно? Da. Juda yaxshi ko'raman, arxitekturani, qurilishni yaxshi ko'raman. Otam rahmatli o'zi quruvchi bo'lgan. O'zimiz uy qurgan, akamga uy qurgan, o'z yoshligimiz qurilishda o'tganda. Shu yoshligimizdan 4-5, 6-sinfda qurilishga ketardik, tosh tashardik, loy tashardik, loy qorardik, boshqa qilardik. Umrimiz shunaqa o'tganda. O'shani genga o'tib ketgan deydi-yu, genga o'tib ketganda o'sha qurilish. Shuning uchun o'ldim deganda 2 yilda bir marta qurilish qilmasam mazam bo'lmaydi. 1 yilda bir marta kino olasiz. Bitta qurilish qilasiz. Qurilishim tugashi bilan proyektim boshlanadi mana. Shunaqa kasalligim bor. Bilmayman nimaga yo'qda o'zi to'g'rilab qo'yadi, bo'sh yurmasin deydi. Shunaqa. Zerikib qolaman. Bu yoq ham bu yoq ham tugaydi-yu, o'zi zerikib qolaman. Maksimum 2 oy o'tira olaman uyda. 2 oydan keyin o'zi yo qurilish boshlab yuboraman, yo bir narsa proyekt o'zim boshlab yuboraman. To'g'risi. Va qarang, qurilish qanaqadir ma'noda kinooperator hisob bilan ishlatib ko'rganmisiz? Chunki men masalan ko'rganman, mana 19-17 kinosida Dickens o'sha davrdagi arxitekturasini ham ko'rib chiqib, o'rgangan holda, endi buzilgan binolarni qisqa intervyusi bor, o'shanda aytib ketgan. Sizda qanaqa bor mana shunaqa etaplardan? Men qurilishda kinoshnasini ishlataman shu. Освещениясida. Da, освещениясini bo'lib kinoshniroqqa tortishga harakat qilaman. Отражённый такой. Da. Endi o'zim obyektimda bo'lsa. Began obyektda bo'lsa, uni qilishga o'zi anaqa yo'qda, sababi biroq. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bir xil просто stolga svet beradi. Men aslida fonga svet berib tashlayman, o'zim qurilishimda. Devorlarga tushirib tashlayman. Освещениясida, rangida. Keyin kino o'zi zo'r narsa, men ssenariy o'qisiz, представление bo'ladi-yu. Keyin qurilishga borsangiz, joyi ko'rasiz-da, to'g'ri joy. Izdaniya ko'rinadi sizga. Qanaqa bo'lish kerak? Quyosh qayerdan chiqadi, qayerga botadi? Ko'rsiz, quyosh orqasidan yurasiz-da. Qurilishda ham quyosh orqasidan yurasiz. Kinoda ham quyosh orqasidan yurasiz. O'sha taraflar o'xshash. Arxitekturani o'zi yaxshi ko'raman, rasman. Afsuski, o'zbek arxitekturasi yo'q ketadi. Alam qiladigan. O'zbek arxitekturasi. Men to'g'risini aytaman, birinchi marta bu narsa to'g'risida o'ylasham. Peshavoyonli uylar yo'q bo'lib ketyapti. O'zbekcha naqshli uylar yo'q bo'lib ketyapti. Hozir Buxoroga borsangiz, topasiz, ko'rasiz. Bor Buxoroda. Toshkent atrofida, Toshkent viloyatida juda kamayib ketyapti. Toshkentniki bo'lib ketyapti, именно Toshkentniki bo'lib ketyapti.
har bitta regionning o'ziga yarasha. Hammasini o'zini uslubi bor-da. Ganchini o'zini uslubi bor, rangida o'zini uslubi bor. O'zini yo'nalishi bor. Hunarmandchiligi. O'sha narsaga olib ketibdi. Oldin ayvon bo'lardi mana. Bolaxona bo'lardi. Bolaxona. Chiqasiz, hamma yoq ochiq, oyna-poyna yo'q, bolaxona. Yozda kechki payt uxlaydigan bo'lardi, ko'rpachaga yozib, maza uxlardi. Shunaqa joy yo'q, hozir hamma yoq oyna. Terasaga chiqsangiz ham 1 metr g'isht terib qo'ygan, shamol ham o'tmaydi, ish bor o'tmaydi. Qaytdek bo'lib ketadi. Lekin qanchalik bizga to'g'ri keladi bu? Milliychiligimizni yo'qotyapmiz. Hozir anaqa arxitektura bo'yicha gaplashyapmiz. Imini xuddi shu mavzuni kinoga ulasak. Ya'ni kinoda o'zimiznikiligi, o'zbekligimizga qanchalik urg'u berilyapti va imini operatorlik ishida. Ya'ni svet qo'yishda, unda ham milliyligimiz bormi? Svetda ham oddiy misol uchun. Yoki kadr ko'rishda, kadr qo'yishda. Men bo'li realizmni tarafdoriman-da. Misol uchun svetda milliylik degan narsa yo'q. Svetda o'sha aytgandek quyosh bor, lampochka bor, bo'ldi. Oyna bor. Tabiiy va sun'iy. Tabiiy tushadi. Tabiiy va sun'iyda, ha. Oldin o'sha ko'p eski rossiya kinolarni ko'rsangiz sun'iy svetlar. Men plyonka shunga majbur qilganda dik yoqib qo'yishgan yuz anaqa yop yorug'. Lekin o'sha paytda Hitchcock kinosini ko'rsangiz boshqa narsa. O'ta bo'li tabiiyroq amerikanskiy stilda. Ularda ham yorug' kinolar bo'lgan. Hitchcock kinolari vash boshqa dunyo. Shundan bo'li tabiiyroq narsani tarafdoriman. Kinoda ham iloji boricha shu tabiiyroq chiqishiga harakat qilaman ko'p narsani. Misol uchun, mayli kadrim salqinlik bo'lsin. Lekin realistichniy bo'lsin o'sha narsa. Ko'ringanida. Shunda yana o'zi umuman savolim bor edi, kino mavzusi bo'yicha. Kinoda ma'lum bir g'oyaga guruh yig'ilsa, komanda yig'ilsa, o'sha men misol uchun tizerda yakshanba tizerda ko'rganmiz, Faridaning 2000 qo'shig'ida misol uchun o'sha kuni obsujeniya qildik. Ya'ni operatorlik ishi yaqqol ajralib chiqmagan filmda. Shunaqa. U imенно o'zi operatorga bog'liq narsami, yo rejissyorga bog'liq narsami, yoki umuman komandaga, yoki boshqa narsa bormi bu yerda? Yo'q, конечно, operatorga bog'liq narsa. Qattiqroq savolni bermay qo'ydim. Operatorga bog'lansa, agar o'sha kinoni operator rejissyor ko'rgandek, his qilgandek his qila olmasa, bu kino boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Umuman boshqacha kino bo'lib qolishi mumkin. O'zi o'ylayman, o'sha Faridani o'shanaqa tempini o'sha tempga tushirmasdan ruchnoy qilib yuborganda qanaqa kino bo'lishi mumkin edi? To'g'ri. Farida bo'lmasdi aka o'zi. Yoki faqat portretlarni drillni fokusda olib orqani blur qilib yuborganda qanaqa kino bo'lishi mumkin edi? O'zbek kino. To'g'risi-da. Qanaqa kino bo'lishi mumkin edi? Yo faqat portretlardan iborat kino bo'lganda. Siz tushundingmi? Конечно, u his qilmasangiz, kinoni ssenariy his qilmasangiz, rejissyor nima xohlayapti his qilmasangiz chiqmaydi. Rejissyor endi основной aktyorskiy igrani ko'radi-da. Aktyorskiy igra muhit ko'radi. U sizni krupnostingizni uncha yaxshi ko'ra olmaydi. Atmosferangizni his qilish mumkin, uncha yaxshi ko'ra olmaydi. Shu atmosferani berish, kerak paytida his tuyg'uni berish operator ishi. Misol uchun krupni ham har doim kerak emas. Misol uchun ikkita odam gaplashib turgan bo'lsa-da, mana shunda faqat общий planni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Ясно, biz uchalamiz gaplashib o'tirmiz. Lekin faqat sizlarga krupni bor. Menga yo'q. Bor, sizda. Misol uchun kerak emas-da, misol uchun shu 3 krupni olib tashlasak ham bitta общийda ham ясно-da, biz gaplashib o'tirmiz. Informatsiya bor. Misol uchun sizni krupningizga o'tish uchun необходимость yo'q, siz yig'layotganingiz yo'q. Qanaqadir sanda qosh chimirib deyotganingiz yo'q-da. Deyotganingiz yo'q. Необходимость yo'q-da o'sha krupningizga o'tishga. Shuning uchun krupniga o'taverish ham xato.
kerak paytida o'tish kerak-da. Kerak paytida o'tish kerak. Ulug'bek ham zo'r gap bor-da. Bir vagon texnika olib, kerak joyda ishlata olmasak, bir tiyin derdi-da. Misol uchun kran olasiz, steadicam olasiz, balo battarroq olasizda. Uni keyin kasha-malasha qilib ishlatasiz. Keyin kino ham kasha-malasha bo'ladi-da. Kerak joyda kerak narsa ishlatish kerak. Misol uchun bironta kinomda kran yo'q. Yakshanbada bir dona kadr bor, steadicam, bir dona kadr. Tak rels bo'lsa kerak yoki shtativ. Основной rels, shtativ. Bir dona kadr Ronin bor. Bahorini qo'yibdi, ikkalasi ham yo'q. Faqat ruchniy. Kutamiz, ko'ramiz lekin shu kinoni. Sekin-sekin biz ham xato qilib sekin-sekin o'samiz. Xatolar ko'p. Xatolar ko'p. O'zi bizda kinooperatorlik professiyasini вообще noto'g'ri tushunishadi ko'pincha. Masalan, bir xil insonlar shu aytmoqman-ku, bitta optika tanlasam, masalan, eski optikani tanlab 90-yilliklarni klip. Men bo'ldi buyuk operatorman deb qo'yadigan insonlar juda ko'p bizda. Shu narsani tushunish kerak, что xalqimiz hali bu professiyani qanchalik ценностini mana как будто yildan yilga tushib borayotganga o'xshadi, lekin Xudo xolasa ko'tariladi degan umiddaman men. Sizga imkoniyat bo'lganda tushuntir deganda. Kinooperator bu kim? Uni nimaga xalqimiz tushunishi kerak? Yo'q, qarang, nima desam bo'ladi? Insonlar hozir mana men kinooperatorman desam, shu SMMщикmi deyishadi. Yoki yo'q, anaqami? Unchalik populyarniy kasb emas-da. Hamma biladigan. Обязательстволарni ham yaxshi bilishmaydi demoqchiman-da. Mana sizda yondashuv, o'z sohangizga yondashuv boshqacha. Masalan, Bahodir akada boshqacha. Mana shu yondashuv farqla ola olmaydi deysiz. Hozir bizda juda ko'p inson to'y syomkasida yuradi. Mana qachondir siz ham yurgan ekansiz. Bu juda yaxshi. Lekin ko'plar shu bilan chegaralanib qolgan. Masalan, o'smoqchiman deyishyapti-da, lekin qaysi yo'ldan yurishligini bilishmaydi. Men niyat bor, xuddi shu podkastlarda kimgadir balki inson o'zini topib, qanaqadir yo'l izlab bila olar degan ma'noda men hozir mehmonim bo'lsangiz, qanaqa yo'l ko'rsata olamiz demoqchiman masalan. Studentlarga yoki to'y olib yurgan operatorlarga, studentlarga, o'smoqchi bo'lgan insonga, o'smoqchi bo'lgan operatorga. Ustida ishlash kerak. Ko'proq to'y olayotgan bo'lsa ham, misol uchun, keyingi to'y boshqacharoq olib ko'rish kerak. Biz shunaqa qilardik. Misol uchun bitta to'y boshqacha olsak, ikkinchi to'y boshqacha olardik, uchinchi to'y boshqacha olardik. Misol uchun to'yda o'zi eng asosiy tvorskiy joyi deyiladi. Ya'ni aylanish yoki kiyintirishda asosiy tvorskiy joyi deyiladi. O'zi shunaqa deyiladi. Boshqacharoq kiyintirib ko'r. Boshqacharoq yo'nalish qilib ko'r. Ozgina rejissura qo'shib ko'r. To'g'rimi? Ssenariy yozib ko'r o'zing. Kuyovga taklif qilib ko'r, keyin mana shu ssenariyda. Mana shunaqa o'zini o'sha sohada ham rivojlantirsa, u ham yomon kasb emas, misol uchun. Конечно. Bola chaqani boqyaptimi? Пожалуйста, bosish kerak uni ham. Yomon kasb emas. Faqat anaqa rahmat yo'q kasbda u. Rahmat yo'q kasb. Pul olasiz, keyin telefon qilaveradi, qachon berasan. O'zi mizerniy pul olgan bo'lasiz-da. Hozir kunga hisoblab qarasangiz, mizerniy pul olgan bo'lasiz. Lekin miyangiz yeyoladi. Lekin azobi katta. Qiyin ish, juda qiyin ish, rostdan. Mas'uliyat ham katta, azob ham katta. Tiningiz bo'lmaydi. Misol uchun kimdir 12 soat kayf qiladi, siz 12 soat syomka qilasiz-da. Shunaqa. Eng og'riqligi ham shu bo'lsa kerak. Azob qilyapti, 2 ta odam 12 soatdan beri kayf qilyapti, siz 12 soat o'shalar syomka qilib yuribsiz-da. Tinmay, yana kamera qo'lingizdan tushmaydi vashi. Постоянно olib yurishingiz kerak. U yana 40 soat material bo'ladi. 5 ta kamerani yiqqaningizda uni qo'shish kerak. 40 soat material sortirovka. Qancha umr, qancha anaqa. Keyin savol berish kerak o'zingizga. 40 soat, 12 soat umrimni, yana 40 soat montajga o'tirgan umrimni nechta pulga sota olaman degan. Stoitmi umri shuncha pulga sotish. Studentlar ishlash kerak. O'z ustida ishlash kerak. Uyalmaslik kerak. Birinchi o'chatda. Qo'rqish kerak emas, borish kerak. Planshet kiyib kirish kerak, o'zi film kelish kerak. Qayerdan nima syomka bo'layotgan bo'lsa, borish kerak, ko'rish kerak, o'rganish kerak. O'xshatib ko'rish kerak. Biz
institutda bor edi o'xshatish. Bitta portret olardik. Художниклар bilan совместный bo'lardi. Художниклар, misol uchun, 2 ga 2 kichkinagina G qilishardi. Bitta libo portret tanlardik-da, devor oldida turgan. Девушка с жемчужными сережками, mana shunaqa portretlarni tanlardik. Devorni chizishardi художниклар, oyna qilardik, svet qo'yardik, xuddi shunaqa qilib rasmga olardik. Bu ham bitta shakda, o'sish uchun bitta shak. Keyin nima qilardik? Pavilyoni bo'lardi, 4 ta xonali, 2 ta xonali. O'sha yerdan Amilini tanlardik yoki 5-6 ta kinoni tanlardik-da. O'sha xonada 2 ta xonada bo'ladi. Svetini o'xshatishga harakat qilardik. Aktyorni boshqarishga harakat qilardik. O'xshatish bilan keyin sekin o'zingizni yo'lingizni topsangiz bo'ladi-da. Misol uchun, keyin zo'r zadaniya bor. Studentlar qilsa zo'r, hali Toshkentda hech kim qilmadi. Men o'zim olmoqchi yurmay, hech vaqtim bo'lmadi. Moskva I degan tema bo'lardi bizda. O'shani Toshkent va I qilsa bo'ladi, misol uchun. Toshkent и небоскребы может быть. Toshkent va bilmayman kulturami или Toshkent va nonmi balki. Bu birinchi kursda beriladigan mana zadaniyalar. Toshkent va yana bir narsa degan tema topish mumkin-da. Toshkent va metro bo'lishi mumkin, Toshkent va men bo'lishi mumkin. Toshkent va studentlar bo'lishi mumkin, Toshkent va искусство bo'lishi mumkin. Toshkent va daraxt bo'lishi mumkin, ekologik problema ko'rsatadi. O'sha tema bo'yicha 10-15 minutli material, общий план, длинный фокус не optikada. Da. Общий план, misol uchun 200 talik optikani olasiz, faqat общий план berasiz. Faqat общий план berasiz. Zo'r zadaniya mana shu. Bu sizga общий план olish o'rgatadi. Qatdan quyosh chiqishini o'rgatadi. Nechida quyosh chiqishini o'rgatadi. Po sути bunda oxirini olib borsangiz, adekvatniy bo'lib, vaqtida soat nechida yetib borishni o'rgatadi-da. O'sha narsani. Ha, sabr qilishni o'rgatadi. Timelapse olsa bo'ladi. O'shandan bitta tema narsa qilsa bo'ladi. Studentlar uchun. Bu zo'r ish beradi, rostdan. Ko'zni sayqallaydi. Ko'z degani mana yuribsiz, mana past yuribsiz. Ana 20-etaj ustida qanaqa vid bo'lishi mumkin degan narsani tasavvur qilishni o'rgatadi. Tasavvur qilishni o'rgatadi. Menga hali ham yordam beradi, misol uchun. Bahor bo'pti, ertalab Toshkent общий planni olishim kerak, qatdan olamiz zotda. Men uyda o'tiribman-da. Mash dum bor, mashin etajini gaplashib qo'yiladi dedim-da. Bordim, chiqdim, xuddi o'sha vid. Qanday tasavvur qilgan bo'lsam, o'sha vid. Klassni. Da, o'sha narsani zo'r o'rgatadi. Qatdan turib общий plan olsangiz, qanaqa vid berishini, qanaqa ko'rinishini tasavvur qila olasiz. Bo'lsa, основной operator kerak narsa bu tasavvur. Tasavvur. Ssenariy o'qigan tasavvur. Quyosh qayerda bo'lishi, qayerga kontrol tushishi, qanaqa svet tushishi, tasavvur. Super. Maqsadlaringiz to'g'risida aytib bersangiz aka. Maqsad tinch yashash. Maqsad hozircha maqsad qilamiz paka. Buni 2 yildan beri maqsad qilamiz, bu maqsad. Biz uchun kino beradiganlar kino berishini kutib charchadik. Kino olishimiz kerak ekan degan maqsad qo'ydik. Kino klub. Yo'q. O'zimiz kino olmoqchimiz, hozircha plan qilamiz. Serial, mini serial. Ну, lekin другой подходda, boshqacha yo'nalishda. Bu неоплачиваемый proyekt. Misol uchun, bu operator ham, rejissyor ham, художник ham, aktyor ham hech kimga hech narsa berilmaydi. O'shanaqa proyekt qilib ko'rmoqchimiz, boshlanishiga. Ko'ramiz. Jamoangizga agar молодой, spetsialist kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shu tanlasa deydi-yu. Da o'z maqsadimiz ham shu, mana qarang. Yaxshi operator topamiz, yaxshi rejissyor topamiz, yaxshi kostyumer, yaxshi grimyor topamiz. Kelishamiz, o'shalarni ko'ndiramiz mashinaga. Da ularga может qanaqadir mizerniy summa оплачиваться qilarmiz. No lekin asosiy maqsad nima? O'sha guruhga asosiy studentlarni kinoga qiziqishi borlarni tortib, tekinga ishlaydi, to'g'risi. Boqamiz-da, ovqatini beramiz, choyini beramiz, yo'lkarasini beramiz. No lekin o'rgatish. Asosiy maqsad o'rgatish, хотя бы nimadir kino qilishda. Просто yurmaslik, nimadir kino qilish.
yoshlarni tarbiyalash. Da. Shuni ketadi. Da. Tarbiyalash. Lekin yoshlar hammasi ham благодарен emas hozir. To'g'ri. Albatta. Ko'plar. Bitta narsaga hayron qolaman. Men 5-studiyadan korotkий metrlar berishyapti, to'g'rimi? 100 million, 50 million. Olaver, bergan puliga qanoat qilib, bergan puliga stoyish qilib. Olaver berganda. Yo'q, puli kam ekan, unisi kam ekan. Xudo xayrin bergur, bizga pul bermagan. Men misol uchun Shokirga pul bermagan, choy haqida kinoga. Ha, korotkий metrajga pul bermagan. Shokir yonidan pul tikkan. Akmal yonidan pul tikib olgan. Biz davrda shunaqa edi, hech kim pul bermasdi, faqat o'zimiz yonimizdan olardik. Hasan Aliyev nechta korotkий olgan, o'zini yonidan. Unaqalar ko'p. Hammasi o'zini yonidan pul tikib olardi. Hammasi. Hozir beryapti-ku. Beryapti-ku pul. To'g'risida. Nima deydi? Qiziqish bo'lsa, berdi, bermadi farqi yo'q ekanda. Olaverar ekansiz. Ha. Qiziqish bo'lmasa foydasi yo'q. Bu aytganingizdek-da, men uy qurmasam tura olmayman dedi. Inson kino ololmasa, tura olmasa, shunaqa o'zi ijod qilib ham topib olar ekan, to'ppa-to'g'ri. Da. Qilaman degan ham qilaveradi, qarab o'tirmas ekan u. Ha. Bo'ladi, bo'lmaydi, o'xshaydi, o'xshamaydi deb o'tirmasa, qilib ko'radi zato. Qilib ko'radi. Birinchisi o'xshamasa, ikkinchisi o'xshar. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Yoki birinchi kinodan genialniy rejissyor bo'lib qolish o'ylash kerak emas. Yoki genialniy operator bo'lib qolish o'ylash kerak emas. Hayotda bo'lmaydi. Hayotda bo'lmaydi. Ham deydi. Chaqaloqam saraz yurib ketmaydi-yu. Yemaydi, ag'anaydi, turadi, boshqa qiladi. Sekin-sekin qo'rqish kerak emas. Olib ko'rish kerak. Kim boshingga birov shaqat urmaydi-ku, mashdan otib deb. Ko'rsatish kerak. Meni ham plyusim shundan bezligim bor edi, uyalmasdim-da. Hammaga hamma narsani ko'rsataverardim. Olgan narsamni ham rasmimni olib ko'rsataverardim-da. Ko'rib bering dedim-da. Bahoga nechta narsa olib borganman. Ulug'bek akam nechta olib borganman. Istidod bo'lardi. Men anaqa MTVda ishlab yurardim. Istidod aka bo'lardi hozir. Press-slujbada ishlaydi. Usmonov? Ha, istidod ko'rsatardim, Rasulga ko'rsatardim. Ular endi institut o'qirdi, mahalla institut emasmi bu payt, kollejda o'qib yurardi. Ko'rsataverardim. Ular keyin o'zi bilgan sharhlab beraverardi. O'sha ham mayli, 1 santimetr o'sishga yordam bersin. Beradi. Ko'rsatuvchi kerak, vaqti qo'rqmasdan. Nimadan qo'rqasizlar? Zo'r layfhakda. Birovga boshingga urmay, so'kmaydi, vaqti yaxshi sandan urib chiqadi, faqat operator chiqmaydi deydi-yu, to'g'risida. Ko'rsatuvchi kerak, umuman qo'rqish kerak emas. To'g'risi. O'zi o'ylayman, Toshkentda o'tiribman-da. Olgan 20-30 ta rasmim bor. Ulug'bek akam jo'nataman. Ulug'bek akam meni hayotda ko'rmagan, bilmaydi kimman, nimaman. To'g'risida. Pofigu. Siz jo'natingiz, ответ keladi-da. Zato jo'natdingiz-da. Kelsa kelmasa jo'natdingiz. Kelmasligi ham mumkin. Ничего страшного. Kelib qolsa лучше. Shunaqa qo'rqish kerak emas, harakat qilish kerak. Sababini qilish kerak demoqchisiz. Super. Qilmasangiz qilmadim o'shanda deysiz-da. Qilib ko'rsangiz qilib ko'rgan bo'lasiz har holda. Hech bo'lmaganda o'zingizni oldingizda o'zingiz amin bo'ldingiz, что men qo'limdan kelgancha harakat qildim degan. Da. Super. Aka rahmat kattakon kelganingizga. Alhamdulillah. Kutamiz yakshanba. Amallardan ish qilib. Ya super. Eng zo'r layfhaklarni berdingiz menimcha. Buncha layfhak hali bo'lmadi. Xudo xolisa hamma studentlarimiz o'z ustida ishlashni boshlaydi. Bitta savol qolib ketgan edi menda. Nima savol yana? O'zaro gaplashganda kirishib gaplashishga to'g'risi bo'ling kelmadi. Ha, beraver. Siz bilan ham o'zi gaplashgandik bu mavzuda. Keyin shogirdlar, studentlar ustoz tanlashni tanlaydimi yoki-da ustoz shogird tanlaydimi? Yo'q, shogird tanlaydi. Shogird ustoz tanlaydi. Tanlasanglar ham zo'rini tanlaydi. Raz bo'lmoqchi bo'lsanglar. Sizga o'xshab. Ha. Zo'rini tanlaydi. Shunda хотя бы nimadir bo'lasiz-da. Zo'r bo'lmasangiz ham nimadir bo'lasiz. Zo'rini tanlash kerak tanlagandan keyin. U qanaqa etaplarga bo'linadimi? Misol uchun, mana bunaqa bo'lsinmi yoki-da o'zingiz uchun eng favoritni bilgan inson oldiga boriladimi? Eng favoritni bilgan inson oldiga borasiz. По крайней мере, o'zingizdan kelib chiqibdi, qatgacha bora olasiz. O'shani diapazon qo'yish kerak-da. Misol uchun Toshkentdan turib Moskvaga bora olmaydigan bo'lsangiz, kerak emasmi Moskvadan tanlash?
Toshkentdan tanlash kerak. O'zingiz Pamir возможность tanlash kerak, uyalmasdan yozib ko'rish kerak, olsa oldi. Lekin tupoy bo'lgan borish kerak emas. Hatto ba'zi bir narsa bilib borish kerak, 2 kun borib surib qolish kerak emas. Ba'zi bordingmi, tinmay bor. Bitta proyektiga bordingmi, bordingmi, oxirgacha bor. 1 kun borib, 2 kun borib, 3 kun borib, bugun ishim bordi, erta to'yim bordi. Ustozga o'zi kelasanmi, kiymaysanmi? Sen o'zing o'rganmay qolasan shu. Ras shogird bo'lgandan keyin o'sha hamma narsani o'chirish kerak. O'sha narsaga kuch tikish kerak. O'sha narsani zo'r o'rganib, yo'lga qo'yib olgandan keyin balkim anu miyadagi vторой полушарий yoqishga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Начальный etapda ras bitta narsani o'rganmoqchimi, urg'uni bitta joyga berish kerak. Mixga ham bitta joyga qoqib ursangiz, qachondir teshib chiqadi-ku. O'shanaqada. Chetdan stroyka. Stroyka. Bitta joyga urg'u bo'lsa, точка зрения-da. Kinoda ham bor, точка зрения. Spesial o'zimiz ham anu svet bilan boshqa bilan ajratib qo'yamiz, точка зрения. Miyada ham shunaqa. Точка зрения bersangiz, o'sha tarafga zo'r ishlaydi. Точка зрения anu Rossiyaning svet bo'lsa ishlamaydi-da u. Rossiyaning svet bo'lsa ishlamaydi. Точечный svet bo'lsa ishlaydi. Rossiyaning svet bo'lsa, hamma narsaga Rossiyaning bo'lsa, bugun misol uchun to'yga borishim kerak, ertaga o'qishga borishim kerak, endi syomkaga borishim kerak, kinoga bo'lsa ishlamaydi. Zo'r insight. Rossiyaning svet bo'lsa ishlamaydi. Keyin life hack bering studentlarga. Boshlanishida men 5 ta svetni o'rganish kerak, обязательно. Qo'yishi, ishlatishi. Keyinchalik просто obyektni освещать qilishni o'rganish kerak. Bitta xona bo'lsa, mana shu xonaga shu определенный svetlar qo'yib chiqishni o'rganish kerak. Bizda hali ham bemalolda kino sohasi. Misol uchun svetimni o'zgartirib olay deyishga vaqt beradi-da. Rosta. Yo'q. Svetimni o'zgartirib olay, men rejissyor san xona tushib qoldi deyishga vaqt beradi-da bizda. Boshqa joyda yo'q, boshqa joyda уже minut pul. Boshqa joyda 1 soat portretga svet qo'ying, ertasi kuni до свидания doradi. Obyektga освещение qo'yishni o'rganish kerak. Keyin уже portretlarga o'tganda o'sha освещение bo'yicha поддержать qilish qo'yish kerak bo'ldi. Mana yana bitta savol bor. Ana maksimum foydalanib qolaylik davomli. Studentlar, umuman shogirdlar yaxshi operator bo'lish uchun kunlik vazifasi bo'lishi kerakmi? Kunlik qiladigan ishi. Mana ishlarni kunlik qilish kerak, обязательно student deydigan qanaqa aniq bor sizda? Rasm olish kerak. Kunlik rasm olib yurish kerak. Kunlik rasm olish kerak, обязательно. Janrga bo'lib olib, o'sha janr bo'yicha olish kerak. Natyurmort хотя бы olish kerak. Anaqada bu xuddi nima edi? Fundament demoqchisiz-da. Yo'q. Naqqoshlikda bu ham bir. Qancha ko'p naqsh o'ysangiz, shuncha usta bo'lib boraverasiz-da. Qancha ko'p rasm olsangiz, осознанно olsangiz. Осознанно olsangiz. Просто уличный fotograf bitta rasmga olib qo'yib bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi-da. Осознанно, светini осознанно olsangiz, janr осознанно olsangiz, ishlaydi. Просто takka olaversangiz, u ham ishlamaydi. Juda ko'p unaqa просто takka oladigan. Осознанно olsangiz, ishlaydi. Vgikda dahshat bo'lgan. Siz как раз birinchi turda ag'anadingiz, ikkinchi turda nagi sherigimiz ag'anadi, uchinchi turga men o'tdim. Karimov turibdi, rasmlarni olib bordim. Janr syujetda, men endi ruschani unaqa zo'r ham bilmayman bu payt. Tasavvur qilaman, janr bilaman, men syujet o'ylayman. Keyin rasm olib bordim, ikkita uchta olib bordim. Syujet bu prosesda, nimadir proses. O'shani olib borsangiz, syujet. Kimdir bir narsa olib beryaptimi? Bo'ldi, o'sha syujetda o'zi asli. Informativni olib bordim, bitta rasm, ikkita uchta rasm. Orasida bitta rasm chiqib qoldi-da. So'tan qara, xotin turibdi-da. Sal narida takoy blandinga turibdi-da, xuddi o'shanaqa pozada-da. Вот это жанр syujet dedi-da. Keyin savollar beryapti, живопись haqida.
Endi men Parkentda tug'ilib o'sganman. To'g'risi. Kalibanovga ham shunaqa desam bo'lardi. Bilatam o'zim men Parkentda tug'ilganman. Kim u Da Vinci? Nima u Gips? Nima u Nature'mort desam bo'lardi-da. Ne? Juristlar ko'rsatyapti, buni ko'rganmisan, buni ko'rganmisan. Victoria Staroron so'raydi, men qachon bilaman bu paytda. Xudo xayrin bergan. Men bojalar 1-2ni ko'rib katta bo'lganman. Ko'rmaganman apokalipslarni. Maksimum ko'rgan narsam Don Corleone bo'ldi. Yo, bu Jackie Chan'da maksimum Gandam bilan Jackie Chan'ni ko'rganmiz-da. To'g'risi. O'shanaqa narsalarni so'raydi. Keyin boya aytgan gapingizda xalqimiz nimaga tushunmaydi bu narsani deysiz. Uning uchun shkola bo'lish kerak, izobrazение o'rgatish kerak, boshqa o'rgatish kerak. Shunda shakllanadi-da. Hozir oddiy xalqdan nimaga bu narsani talab qilasiz? Ras o'zimiz bermagan narsani ulardan talab qilamiz. O'zimiz zo'r kino bermadikmi? Zo'r обсуждение qilishni ham talab qilamiz. Zo'r kinoga tushishni ham ko'p talab qilamiz. Qachon zo'r kino qilsak, o'shanda tushishim mumkin. Mumkin. To'g'rida. Puliga qarab. Yo'q. Unga emas. Nima deydi? Har kunlik qiladigan ish bor-da, misol uchun har oylik qiladigan ish bor. Men dacham bor-da. Prikolda, qarang. Hafta bo'yi hech kim chiqmaydi, yakshanba kuni hamma chiqadi, shanba kuni. To'g'risi, yakshanba dam olish kuni, misol uchun orada xatnoy bo'lsa ham, orada ham chiqmaydi-da. Именно shanbani mo'ljallab chiqadi-da. Привычка-da. Bizda уже Sovet davrida привычка bo'lganda kinoga tushish. Orada kino o'ldimi? 1-2 tushdi, shu bilan kino foydasi bo'lmadi, ana привычка o'ldi. Haftada bir marta yoki 2 haftada bir marta tushib kino ko'rish degan привычка o'ldi-da. Endi u привычкani qaytarib uyg'otish qiyin u. Vaqt kerak. Yo'q, o'z foydasi yo'q. O'zi qiyin. Kinoteatrga qaytarish qiyin. Platformaga qaytarishimiz mumkin-ku. Kinoteatrga qaytarishimiz qiyin. Qaraqadir gladiator bo'lsa borib tushishi mumkin. Unda ham bilmayman 30 qancha 40 millionmizmi hozir? Aholimi? 37 million. 37 millionmiz. 1 million ham tushmaydi. 500 ming ham tushmaydi. O'zbek kinoga demoqchisiz? Yo'q, zarubejniy kinoga. Da bo'lishi mumkin. Maksimum 100 ming tushishi mumkin. Zo'r kino bo'lsa. Zo'r kino bo'lsa. 100 ming tushishi mumkin. 100 ming tushishi mumkin. 100 ming odam $1 tashaganda $100,000. O'sha Qirg'iziston kinosi ham zo'r kassa qilib ketdi. 1 milliard kesibdi deganingizda, o'shanga ham 100 ming odam tushganda, значит. Bundan ko'p tushmaganda. $100,000 ishlab ketdi deganda ham. Matematika qilib ko'rsangiz, shundan ham biznesmenlar pul tikmaydi kinoga. Не оправдает-da, o'zini o'zi oqlamaydi. Shuning uchun ham pul tikmaydi, shuning uchun ham kino bo'ldi. O'zi chasni o'lgandan keyin kino bo'ldi. To'g'risini aytish kerak. Shunaqa. Chasni kino o'lgandan keyin kino bo'ldi. Tarbiyaga kino. Aka kino klubga keling. Men siz bormagan ko'ringiz, men borman, keyin men hamma kun boryapman, siz yo'qsiz. Kino klub endi bola chaqasi yo'qligada bu joy. Bola chaqasi yo'qligada u. Toshkent turadi deganlarga, men Toshkent turmasam, sabzorlar. Bahona aka. Konkretniy bir narsa hal bo'ladigan bo'lsa, borsam bo'ladi-da. Borib kino ko'rib qaytadigan bo'lsam, albatta. Bolalarim bilan o'tirib ko'rib qo'yiraman. To'g'risida. Bo'ldi aka, rahmat katta. Rahmat sizlarga. Bu ham kesib tashlarsizlar, so'kib ketgan.